Самое доброе утро. Dieta boshlaganman. Nimalar ichayotganimni ko'rsataymi? Xo'p, qizlar, nima kerak bo'ladi bizga? Buni qaranglar, bu olmali sirka. Mana brendniki eng yaxshi deyishgani uchun shuni olganman. Buni xolodilnikda saqlaymiz. O'shandan bitta qoshiqda solamiz. Xo'p, solganimizdan keyin menga o'xshab akkuratni to'kmasdan solishga harakat qilinglar desam. Xo'p, davom etamiz. Qaranglar, undan keyin yoniga toza asal bo'lishi kerak. Toza asaldan bir qoshiq solamiz. Va ikkalasini aralashtirib, issiqdan iliq bo'lgan, issiq suv bo'lmaydi. Issiqdan iliq bo'lgan ichganimizda iliq, issiqroq bo'ladigan suv bor-ku, o'shandan qaynagan suv solinadi. Va agar suvingiz juda ham issiq bo'ladigan bo'lsa, birinchi sovuq suvni solib, undan keyin issiq suv aralashtirishingiz kerak. Sirazi issiq suv solib bo'lmaydi, qizlar. Issiq suv sirka bilan asalni ichidagi yaxshi anaqalarni, foydali komponentlarni o'ldirib qo'yishi mumkin. Mana o'sha anaqada borini solamiz. Mana shuning uchun ko'rganinglardek, men suvim juda ham termizdagi suvim juda ham issiq bo'lgani uchun shunaqa birinchi muzli suv solib, oddiy anaqa biz gaz suv solib, undan keyin issiq suv solganman. Va har kuni ertalab och qoringa ichiladi buni. Qizlar, bitta narsani unutmanglar. Kimnidir oshqozonida kasali bo'lsa, oshqozoni og'risa, birinchi issiq qaynagan suv ichilib, undan keyin bu ichiladi. Sirazi mumkin emas oshqozoni og'riganligi, gastritlarga. Xo'p, bundan keyin ozgina vaqt kutiladi, 10 minut, 15 minut dimlanadi, ana undan keyin ichiladi. Undan keyingi meni ichishimni ko'ringlar. Hamma narsani burnim bilan sezganim uchun hidlab ko'raman. Juda ham burnimga o'tkirlik qilgani uchun ichayotgan paytimda burnimni yopib ichishga harakat qilaman. Bu nimaga yordam beradi, qizlar? Olma sirkasi yaxshi yog'larni eritish uchun yordam beradi sizlarga. Yana qanaqadir savollaringiz bo'ladigan bo'lsa, bemalol yozishingiz mumkin. Sog' bo'lasizlar. Fikr mulohazalaringizni kommentda kutaman.